Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatında bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı İcraiya Komitetinin reisi Roşan Abbas xanım, Dünya Uyghur Qurultayının Ali Məsləhətçisi və Uyghur Akademiyasının reisi Dr. Rişat Abbas, Uyghur Erkek Təşkilatıdan Sabrina və Jacoblardan təşkillənən bir heyət, Amerikanın sabiq Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ni uyida ziyorat qilib, Uyghur vaziyetining navbatdagi ahvol haqida suhbatda bo'lgan. Mike Pompeo xizmatdagi vaqtda Uyghur irqi qirg'inchiligining xalqaro kun tartibga kelish uchun ko'p kuch chiqargan bo'lib, 2021-yili u xizmatdagi vaqtida Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatini irqi qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakarlagan va Xitoy amaldorlariga viz berilmaydiganligini jakarlagan edi. Ayni vaqtda Xitoy hukumati Mike Pompeo'ni jazolash tizimligiga kirgizgan edi. Mazkur heyət Mike Pompeo əpəndimning uyidagi uchrashda onunğa Uyghur xalqi nomidan rahmatini bildirib, Mike Pompeo əpəndiga Uyghurlarning an'anaviy madaniyati aks ettirilgan hadiya buyumi taqdim qilgan. Mike Pompeo əpəndi bu hadiyadan to'limi so'yingan va buni uyining to'riga qo'yib saqlaydiganligini va Uyghur xalqining ahvoliga har qachon ko'ngil bildiganligini bildirgan. Suhbat jarayonida Mike Pompeo əpəndi Uyghur xalqining navbatdagi vaziyati haqida bu heyətdan ba'zi ahvollarni so'rab, fikr almashtirish ilib borgan. Roşan Abbas və onun heyəti Mike Pompeo əpəndimə Xitayning irqi qirg'inchiligining həlimi ham shiddat bilan davom qilayotganligini, Xitayning Uyghur qizlarini Xitoy erlari bilan to'y qilishga zo'rlayotganligini, Uyg'urlarning nupusining azayishiga va tug'ish nisbatining shiddat bilan tövəllashga qarab manganligini, tutqundagilarni majbur emgak silayotganligini, yer zaminlarini majburiy tortib olib Xitoy ko'chmanlarga berayotganligi, 1 milliondan ortiq Uyg'ur farzandlarini majburiy oilasidan ayirib yataqlıq məktəblərdə Xitay mədəniyyəti və Xitay tilida yetişdiriyotganligini, Uyghur xalqining insonlik qabul qilg'isiz darajada osmolasiya va qirg'inchilikqa duch kelayotganligi haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Mazkur heyət Mike Pompeo əpəndining uyidan chiqqandan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi ba'zi yuqori darajalik amaldorlarni ziyorat qilib, Amerikadagi Uyghur musofirlarining siyosiy panohlik masalasi, panohlik ishlari hal bo'lmagan kishilarning andishishida ekanligini o'ttirib qo'yib, Uyghur musafirlari Amerikadagi siyosiy panohlik masalasida duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida suhbat ilib borgan va Uyghur musafirlarining masalasini tezlashtirib hal qilish haqida talablarda bo'lgan. Navbatda Uyghur faoliyatchilari Harvard universitetini atalmış Şinjan ishlab chiqarish qurilish punktining amaldorlariga 2023 va 2024 yillarda tarbiyalash kurslarini uyushtirganlik uchun tanqidlamoqda. Mazkur punktin ustidan Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamlik nazorat, tutqun qilish va majburiy emgak selish qatorliq kishilik huquq dafsanchiliklarda o'ynagan markaziy roli uchun Amerika hukumati tarafidan 2020-yili jazo yurgizilgan edi. Uyg'ur harakati tashkilotining xodimi Sabrina Suhayl atalmış Şinjan ishlab chiqarish punktini Xitoy Kommunistik partiyasining harbiy qo'shini bo'lib, u majburiy tug'mas qilish, ishki organ atkazchiligi va Uyg'urlarga qarta ilib berilgan insoniyat qarshi jinoyatlarda sherik bo'lgan deb bildirdi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori Dr. Henrik Shajeviski Amerikadagi institutlarning jazoga tortilgan tashkilotlar bilan hamkorlashishining qonuniy va axloq jihatdagi xatarlarini cho'nqur tushunish lozimligini ta'kidlab, mundaq dedi. Bungtun Uyg'urlarga yurgizgan ig'ir jinoyatlari sababidan Amerika tarafidan jazoga tortilgan. Amerika va boshqa joylardagi ilm-fan organlarining bu jazo tadbirlarini tushunib yetishi va Amerika qonunini buzadigan yoki kishilik huquqni ziyonga uchratadigan har qanday hamkorlikdan yiroq turishi lozim. 6 may o'tkazilgan Germaniya parlamentidagi ovoz qo'yishga 630 parlament a'zosi qatnashgan bo'lib, ovoz qo'yish natijasida bosh ministr nomzodi Friedrich Merzni qo'llab ovoz berganlarning soni 310 kishi bo'lib chiqqan. Aslida Merz eng az deganda 316 ovozga erishilsa, bosh ministr bo'lib saylana oladi ekan. Bu Germaniya Federatsiya Cumhuriyati tarixida ko'rilib boqmagan bir hodisa bo'lgan. Xristian Demokratlar partiyasi va Xristian Sotsial partiyasidan tarkib topgan birlashma partiyaning parlamentdagi a'zo soni 325 kishi bo'lsa-mu, 15 kishi o'zlarining partiya boshlig'iga qarshi bilet tashlagan. Har qaysi partiyalar navbatdagi murakkab xalqaro vaziyatda darhol bir hukumat tashkillashni ta'kidlashib, bir qancha soatdan keyin ikkinchi qatimliq ovoz qo'ygan. Natijada 389 ovozga qarshi 325 ovoz bilan
Merz Germaniya Federatsiya Cumhuriyetining 10-cı baş ministri bo'lib saylangan. Xitoyga ancha ijobiy qarmaydigan Merzning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasiga qanday pozitsiya tutadiganligi hozircha noma'lum. Hürmetli körümenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.